Bitta shu narsadan mashinamiz yurmay qolgan. Assalomu alaykum hammaga. Bizga Qozog'istondan Malibu mashinasini olib kelishgan. Bunda nima muammo bo'lgan? Suv gradus ko'tarilib ketgan. Motorga taalluqli hamma ishlar qilingan. Mashinada o'zgarish bo'lmagan. Buni aybi mana. Termostati ishlamagan. Bu suvni gradusini ushlab turadigan narsa. Biz bunga original termostat uстановка qilib beramiz. Buni ishlash farqini video davomida ko'rsatamiz. Mana ko'rayotganingizdek termostatimiz ishlamagan. Original termostatimiz mana. Ko'ryapsizlar? Ochdi, suvni yopadi yana. Oddiy misol mana bitta suv chiqib ketyapti, ko'ryapsizlarmi? Suv turmayapti. Endi mana Xitoy termostatimizni ham ko'ringlar. Suv tushmayapti mana, turibdi joyida. Bu Xitoy termostatimiz o'zida turgan. Bu original termostatimiz. Suv qolmayapti. Termostatimiz ishlayapti. Mana endi farqini ko'rdinglar. Kimda shunaqa muammo bo'lsa, bizga murojaat qilinglar.